Bugungi videoda qanday qilib midlane'da to'g'ri o'ynash haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda qanday to'g'ri pik qilishni ko'rib chiqamiz. Dushmanlarga tekin o'lja bo'lmaslik haqida, dushmanlarga to'g'ri yo'l bilan hujum qilish haqida, o'yin davomida to'g'ri rotatsiya qilishlarni, fighting fight degislarni vazifalarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, endi sizlar midlane'ga olinadigan geroylarni turlarini bilib olishinglar kerak. Xo'p, sizlar bilan qanaqa to'g'ri draft qilish haqida gaplashamiz. Midlane'ga olinadigan geroylar asosan 3 turga bo'linadi. Birinchi bo'lib bittada katta o'rin beradigan geroylarni gaplashamiz. Bu geroylar hamma skillini bir vaqtda ishlatish orqali juda ham katta o'rin bera oladi. Bunaqa geroylarga misol qilib fashion nasib bo'ladi. Birinchi skill, ikkinchi skill ultimate. Bittada bo'ladigan bo'lsa 2 1 accept va ultimate. Ikkinchida bo'lsa 1 2 2 1. Bu geroylar kuchli. Qachonki dushman komanda tonki pik qiladigan bo'lsa, agarda dushman komandada juda ham ko'p tank geroylar bo'ladigan bo'lsa, skilllarini KD'si kam bo'lgan maglarni olishingiz kerak bo'ladi. Sizlar deyarli to'xtamasdan urun va kontrollarni dushman komandaning tanklarga berib turishingiz kerak. Sizlar avto-ataka yoki skill orqali urun bersanglar bo'ladi. Buning uchun Linux, Kimi yoki Lily. Mana uchinchisiga ham yetib keldik. Uchinchisi Onun uchun olinadigan maglarning ichiga kirmaydi. Ikkinchisi komanda uchun foydali maglar hisoblanadi. Ular komandani qanaqa qilib qo'llab-quvvatlash kerakligini biladi. Chunki kontroli, angellarni jon to'ldirishi, faramisi jon tiklashi, nima bo'ladigan bo'lsa mobilniyligi. Sizlar qaysi magga pik qilishingiz kerak? Buni yetishdan oldin sizlarga Uspinbotdan download qilishinglarni maslahat beraman. Nimaga? O'zi Uspinbotda narxi juda ham arzon edi. Endilikda XTS promokodini ishlatish orqali xarid qilayotgan narsalarga chegirma ola olasiz. Muhimi bu narsa faqat Mobile Legends uchun ishlamaydi. Masalan, o'tdan Telegram Premium ola olasizlar yoki PUBG uchun UC shunaqa narsalar uchun ham promokod ishlayveradi. Foydalaninglar va kommentariyada rahmat aytish esdan chiqmasin. Xo'p, endi videoga qaytamiz. Agar sizlarning komandada urun yetishmaydigan bo'lsa, yoki tushuntirgan DPS magni olinglar. Agarda sizlarda allaqachon maglar yetarli bo'ladigan bo'lsa, boyiga tushuntirgan komandaga yordam beradigan maglarni olinglar. Savol tug'iladi. Qachon katta o'rin beradigan maglarni olamiz deb. Buni olishingiz kerak bo'lgan birinchi vaziyat, agarda sizlarning romerlar bitta targetga o'ynaydigan bo'lsa, Chu, Kaleya yoki-da Matildaga o'xshaydi. Sizlar targetlarni bittada yo'q qilib yuborasizlar. Geroyi tanlab bo'lgandan keyin sizlar nachalaga qarab yo'l olasizlar. Sizlar birinchi bo'lib boradigan joy mid liniya emas, aksincha to'g'ri narsa xarid qilish bilan boshlanadi. Sizlar bularni olishingiz mumkin. Mana tiklanish uchun, magiya uchun va down uchun. Hozirgi metada magitskiy oyoq kiyimlar ancha kuchliroq. Chunki manba emblemi orqali u o'zini ma'nosini tikla oladi. Maglarda ma'na yetarli bo'lmasa, o'yinni nachalasini yutqizish ehtimoli katta bo'ladi. Bu oyoq kiyim bo'ladigan bo'lsa, urunni skilllar bilan beradigan maglar uchun to'g'ri keladi. Cecilion, Linux yoki Valir. Lekin sizga ro'yizga 40% cooldown kerak bo'ladigan bo'lsa, Cyclop bilan Xavierga o'xshagan. Sizlar cooldown uchun oyoq kiyim sotib olishingiz kerak. To'g'ri oyoq kiyim sotib olgandan keyin shu rotatsiya bo'ylab harakatlanishingiz kerak. Birinchisi, minyonlarni dushman magidan ko'ra tezroq olishga harakat qiling. Va lesinglar vazonga ham bo'lsa, unga yordam beringlar vazonni olish uchun. Liniyaga qaytib, keyingi patchni tezroq olishga harakat qiling. Va undan keyin sizlarda tanlash uchun ikkita variant bo'ladi. Agarda sizlarda mobilnist katta geroy bo'ladigan bo'lsa, ya'ni mag Selenaga o'xshagan XP'ga ganga boringlar. Chunki Cherepahada sizlarning XP kuchli bo'ladigan bo'lsa, Cherepahani olishingiz ancha osonroq bo'ladi. Mana aytdi deysizlar. Ganga eplaganingizdan keyin qaytib yana pachkalarni olinglar. Mana nimaga kuchayib ketmasligi uchun gang qilib kelganingizdan keyin XP'lar ancha kuchliroq bo'ladi liniyada. Agarda sizlarda unaqa katta mobilni bo'lmaydigan bo'lsa, Ivga o'xshagan, masalan, sizni farmingizga e'tibor qaratishingiz kerak. Nimaga deydigan savol tug'iladi. Chunki sizlar Cherepahagacha 4-o'rin bo'lishingiz kerak. Qanaqa geroy olishingizdan qat'iy nazar, sizlar Cherepaha davomida qachaba bir marta bo'lsa ham XP ga kelishingiz kerak. Sababi dushmanni ba'zan ichida o'tkazgani. Qanaqa qilib to'g'ri Cherepahaga o'ynash kerakligi haqida gaplashamiz. Komandangiz Cherepaha otganda siz dushmanlardan himoya qilib turishingiz kerak. Eslab qolinglar, sizlar XP laner emassizlar. Chunki o'zingizlarni XP yoki tank orqasiga bekininglar. Komandadan ajralib push qilmanglar yolg'iz. Ehtiyot bo'lishni ham esdan chiqarmanglar. Dana vazifanglar XP kirishini kutib, ketidan keyin sizlar ham kirishingiz kerak bo'ladi. Qachonki fight boshlanganda sizlarning pozitsiyalar juda ham muhim bo'ladi. O'zingizlarning pozitsiyalarni geroylarning turiga qarab turib tanlashingiz kerak. Agarda sizlar DPS yoki komanda uchun foydali mag bo'ladigan bo'lsangiz, kustlarda bekinib turishingiz kerak.
yokida o'zinglarni romeriylarni orqasiga bekinishinglar kerak. Agarda sizlar katta rolli Makda o'ynasanglar, sizlar komanda bilan birga bo'lishinglar kerak. O'zinglarni e'tiboringlarni dushman lesiga qaratishinglar kerak. Ko'pchilik odamning qiladigan xatosi o'zini birinchi bo'lib kartada ko'rsatib qo'yish bo'ladi. Uni o'rniga hamma skilllarni ushlab o'tiringlar va dushman yolg'iz qolishi bilan hamma skilllarni berib prosta yo'q qilib hozirgacha o'rgatib chiqqan hamma narsam asosan cherepahani yutish uchun foydali. Lekin mana shu 3 ta xatoni qiladigan bo'lsanglar, hozirgi o'rgatgan narsalarimni bir tiyin qilib tashlaysizlar. Birinchisi, kerak emas vaqtda rotatsiya qilish va kriplar chiqadigan vaqtini bilib olishinglar kerak. Bittasi 10 sekund o'tganda, bittasi 40 sekund o'tganda chiqadi. Bu har minutda takrorlanadi. Minionlar joyiga kelguncha taxminan 16 sekund vaqtlar o'tadi. Degani minionlar 27-sekund bilan 57-sekundda bir-biri bilan ko'rishadi. Nimaga minionlar chiqish vaqtini aytolmas, sizlarni gang qilishinglar pachkani olgandan keyin keyingi pachkagacha bo'lishi kerak. Undan qolib ketish kerak emas. Ikkinchi xato bo'ladigan bo'lsa, kartada yolg'iz ko'rinmanglar. Har doim xavfsiz hududdan yuringlar. Gang qilganinglarda dushmanning sherigi bo'lmaydigan bo'lsa, shunchaki bazasini urib, prosta soqqasini eshib tashlanglar. Agarda shu narsalarni tushunib, o'yinni qo'lla olsanglar, malades sizlarga. Lekin juda ham ko'p o'yinchilar bu narsani biladi, faqat mana narsani qilishmaydi. U ham bo'lsa anti-heal sotib olish. Mana shu ko'rib turgan narsalar anti-heal hisoblanadi. Bu juda ham zo'r predmet agarda dushman komandada jonini tiklovchi giroylar bo'lsa. Lekin bitta muammo bor. Mobile Legendsda bundan tashqari yana ikkita anti-heal bor. Xo'sh, buni qachon sotib olamiz deb so'rashinglar mumkin. Anti-heallar qachon olinishi kerakligini Instagram kanalimda to'liq qilib tushuntirib chiqqanman. Men tushunib oldinglar, o'zinglarning nacharadagi vazifalar qanaqaligini XPga yordam berish. Keyindan boshlab bo'ladigan bo'lsa, sizlar fokusinglarni dushmandan lesiga qaratishinglar kerak bo'ladi. Statistikani ochinglar va qaranglar. Dushmanning lesi bilan o'zinglarning lesi solishtiringlar. Kattaroq bo'lsa, smite ham kattaroq bo'ladi uni. Endi bo'lsa o'zinglarning lesinglarga yordamlashinglar. Agarda sizlarning lesinglar qizil buffni tozalayotgan bo'lsa, sizlar o'nroq tomon turinglar. Kimdir kelayotganini ko'rib berish uchun. Ko'k buffiga o'tganda bo'lsa, sizlar chap tomonga surilishinglar kerak. Mabodo dushmaninglar ataka qiladigan bo'lsa, sizlar lesnikilarga yordam berishinglar kerak. Lesinglar xavfsiz bo'lgandan keyin boshqa komandadoshlaringizga yordamlashinglar. Mid game'da dushmanning atakasini o'ldirish, XP'sini o'ldirishdan ko'ra ancha osonroq. Lekin mid game'da atakaga ganga borganinglar yaxshiroq. Ganga borgandan keyin agar dushmanni o'ldira oladigan bo'lsanglar, tezda orqaga qayting va davom ettiring. Ularni romeri bilan lesini kuzatishi. Shu paytgacha o'rgangan hamma narsalar musur bo'lib qoladi. Agarda sizlar o'yinni late game'ini qanaqa o'ynashni bilmasanglar. Late game'da o'ynayotganda mana shu 3 ta narsani yaxshilab tushunib olishinglar kerak. Birinchisi, hech qachon yolg'iz yurmanglar. Har doim romeringlar bilan yuringlar. Qatga borsanglar, juda ham ko'p odamlar qiladigan xato yolg'izlikni tozalab yurish. Bu narsa sizlarning XP'larning vazifasi. Sizlarning vazifa emas. Sizlar maksimalni omon qolishga harakat qilishinglar kerak. Dushmanning himoyasini yorib o'tishinglar kerak bo'ladi. O'zingizlarning asosiy skilllarni saqlab turinglar dushman komandani atakasiga berish uchun. Sizlar komanda uchun push qilishingiz shart emas. Undan ko'ra kartaga qarab o'ynanglar. Agarda dushman komanda push qilayotgan bo'lsa, sizlar birinchilardan bo'lib qaytishingiz kerak. Sizlarning skilllarni million tozalash uchun ham berib ursanglar bo'ladi. Bu videoda juda ham ko'p narsa o'rgansanglar bo'ladi. Agarda tushunib ko'rsanglar. Bu video bo'ladigan bo'lsa, faqat mid lane uchun bo'ldi. Mani YouTube kanalimda bo'ladigan bo'lsa, Roamdan boshqa hammasi uchun chiqqan. O'tib ko'rib olsanglar bo'ladi. Roam uchun chiqishini xohlasanglar, like va podpiska esdan chiqmasin. Bu videoning avtori bo'ladigan bo'lsa, Monkey Play MLBB English bo'ladi.